Ayni kunlarda joylarda elektr energiyasi ta'minoti tizimining ishonchli ishlashini ta'minlash maqsadida o'rganish va nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Yangiariq tumanida tashkil etilgan bu boradagi kompleks ishlar haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Nazorat tadbirida elektr tarmoqlari, transformator punktlari hamda boshqa texnik qurilmalarning holati ko'zdan kechirildi. Bunda tarmoqlarning ishlash samaradorligi, xavfsizlik talablariga rioya etilishi va iste'molchilarga uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish hamda kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. Xorazm viloyati bo'yicha 2026-2027 yil kuz qish mavsumini betalofat, ishonchli, sifatli elektr energiya yetkazib berish bo'yicha Xorazm hududiy elektr tarmoqlari tomonidan 508 ta transformator punkti hamda 1412 kilometr elektr uzatish, ya'ni 10.4 kilovoltlik elektr uzatish tarmoqlari mukammal ta'minlash ishlari reja grafikka kiritilgan bo'lib, O'zenergiya inspeksiya Xorazm viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan belgilangan tartibda mazkur transformator punktlari teployo'zar yordamida, body kamera yordamida ochiqlik prinsipi asosida ko'rikdan o'tkazilmoqda. Buning natijasida aholi ijtimoiy soha obyektlarida elektr energiyasini sifatli, bir maromda, uzluksiz ravishda yetkazib berish maqsadida ishlar amalga oshirilmoqda. Asosan shu elektr uskunalar tuzish qoidalari bo'yicha ko'rikdan o'tkazish ishlari amalga oshiriladi. Bunday o'rganish va nazorat tadbirlari elektr ta'minoti tizimining barqaror ishlashini ta'minlash, aholi hamda ijtimoiy soha obyektlarini uzluksiz energiya bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.